Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. 10 dollardan 14 ta qop-qora jentara yoki 150 ming dollargacha challenge'imizning 10-kuni. Bugun xudo xolasa inshaalloh take profit olishga harakat qilamiz. 9-kuni stop loss oldik. Stop lossimiz 36% bo'ldi. Balansga nisbatan 36% minus bo'ldik. Xudo xolasa inshaalloh bugun take profit olishga harakat qilamiz va savdoni boshlaymiz. Qana bo'lmasam ketdik. Mana xudo xolasa savdoni boshlab oldik. Savdoyimiz mana rejim bunaqa. Bu yerda uptrend chiqqan, uptrend sindirgan. Uptrend sindirgandan keyin orqaga qaytib bergan. Biz orqaga qaytganidan kirdik. Kichkina time frame da kirdik. H1 da orqaga qaytib bergan bo'lsa, M3 da uptrendda chiqib berib turib, bu yerda struktura sinib bergan, yana dalshi chiqib bergan. Chiqib bergandan keyin biz shu yerda savdo bitimini ochdik. Stop lossimiz 8.4 pips, 8.5 pips. Take profitimiz 30 pips. 1.3 соотношение, 1.3.5 соотношениеda bitimni ochdik. Xudo xolasa bu birinchi bitim. Zararni qoplash uchun, kechagi zararni qoplash uchun bugun yana bitta bitim ochamiz. Ikkinchi bitim ochsak, xudo xolasa bugungi zararni ham qoplaymiz, foyda ham qilgan bo'lamiz. Mana boshlaymiz savdoni. A few moments later. Mana H100 da ochgan birinchi bitimim stop loss oldi. Lot 0.02 ochganim hisobiga zarar stop loss'im 11 dollaru 67 sent. Mana shu yerda stop oldi. 11 dollaru 67 sent. Struktura sindi deb bitta kirib qo'yibman. Mayli, nima deymiz? Euro 100 da ham bitim bor. Euro 100 da mana shu yerdan sell kirilangan, mana shu yerda. Bordim bu yerda. Yana GBP'da kirilindi. Mana shu VZLdan kirilangan, mana shu liniyadan. Selga bu ham. Qani endi kutamiz, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Hozir mana savdo qildik. Bitta stop oldik, yana bitta bitim ochdik. Hozir yana bitta bitim ochdik. Mana shu o'ttalarga, mana shu yerlargacha keldi. Shu yerlarda yopdi u bitimni. Nima oti? Euro 100 da ham savdo qildik. Euro 100 da metta bitim ochilindi. Mana shu yerlarda bitim ochilindi, metta yopilindi. Mana shu yerlarda yopilindi. Balansimiz 40 dollar. Mana 41 dollarda kecha 9-kun 12 dollar 49 sent minus bo'ldi. Bugun hozirgi moment 26 dollar 74 sent minus bo'ldi. Endi nima qilamiz? Hozir endi mana hozir birinchi o'rinda ko'rsatib qo'yay. Mana 26 dollar 74 sent. Minus bo'ldi. Ko'rsataman. Hozir mana ko'rsanglar bo'ladi. Ana bu yerda sell ochilingan, bu yerda yopilingan, bu yerda buy ochilingan, bu yerda yopilingan. H100 deydi bu. Ko'p minus bo'ldi H100 deydi. Mana nimaga ham o'tamiz hozir? Euro 100 deydi. Mana Euro 100 deydi, sell ochilingan, buy yopilingan. GBP ga o'tamiz. Sell ochilingan, buy yopilingan. Jami minus. Jami minus. 10 dollar depozit qilingan, 10 dollar yo'q.
Bizda cho'ntagimizdan nima $40, $10 ketdi, jami minus ana $40.19. Endi nima qilamiz? Bu challenjda xudo xolasa biz $150 gacha olib boramiz deb aytganmiz. Xudo xolasa olib boramiz. Bunga hozir yana $10 depozit qilib, mana savdo razgon qildik, razgon mana men necha marta tanqid qilib chiqaman, razgonda bo'lmaydi deb mana hozir razgon qildim. Razgonda haligi boshida tashlagan $10 depozitimni slif qildim. Boshida tashlagan depozitimni slif qilib, undan tashqari yana $10 tashlab slif qildim. Jami mani cho'ntagimdan ketdi, $20 ketdi. $150.000 gacha challenjda mana $10 bilan boshladim. Men yana $10 ketdi. Mana bugun xudo xolasa 1.80 sent topishim kerak edi. Mana hozir $30 depozit qildim mana. $30 depozit qildim. Mana $30 depozit qildim. Hozir yana 1.80 sent topib, bugun polniy savdoni tugatmoqchiman. Mana ko'zlaringni oldida hozir topaman. Hozir tugatib, keyin xudo xolasa ertaga full yopishga harakat qilaman. Birinchi nima ko'rib olaylik bozorda. Bozor bo'z qilib ketyapti hozir. Kiramiz. Mana $1.80 topishimiz kerak edi. $2.9 topdik. Allohga shukr, alhamdulillah. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kecha stop loss olgan bo'lsak, bugun stop loss olgan bo'lsak, keyingi kunlar tekbirovni olishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar.